Aura haqiqatan ham u men bilan bir xil darajadami? Bunday ajoyib aura. Kutilgandek yengdim. Bu men emas, siz bechoralar. Ovchilar uyushmasidan odamlar bor ekan. Men seni bu safar qo'yib yuboraman. Sen omadlisan. Ketdik. Nima? Nega hammasi boshidan yomon ketyapti? Ovchi Li Chalvon. Kayfiyatga qaraganda siz boshqa hech kimni ishga ola olmaysiz. Shunday ekan keling, hoziroq boshlaymiz. Nima? Faqat ikkimizmi? Biz haqiqatan ham kirdik. Bunchalik asabiylashishning hojati yo'q. Men darajali yirtqich hayvonlarni o'ldirishga qodirman. Hang Sung-yun, SS. Bu sizning birinchi zindoningiz deb aytdingizmi? Ha, chunki Sinovlar minorasi zindon emas. Bu biz tanishganimizdan beri qo'pol bo'lishi mumkin, ammo zindonga bostirib kirish bu hayotingizda xavf ostiga qo'yadigan ish. Men buni sizga aytmoqchi edim. Va C darajali ovchidan qaysi ovchini o'lim ehtimoli yuqoriroq deb o'ylaysiz? Odamlar odatda bu darajali ovchidan ancha zaif deb o'ylashadi. Ammo aslida C darajasi yuqoriroq ko'rsatkichga ega. Darajasi ularning zaif ekanligini biladi. Shuning uchun ular haddan tashqari ehtiyotkor. Ammo boshqa tomondan bir guruh C darajali ovchilar ishonchga to'la. Shuning uchun ularda o'lim darajasi yuqori. Bu haydash bilan bir xil. Agar siz bahs hodisaga juda ishonsangiz, u kuchayadi. Zindonlar inson o'ylagandan ham xavfliroq joydir. Biz tanksiz va tayanchsiz shunday joyga keldik. Men xavotirlanyapman, chunki siz juda o'zingizga ishonasiz. Siz aytganlaringiz mantiqiy. Men shunchaki darajali bo'lsam ham men zindonda ko'p tajribaga egaman. Men partiya rahbari bo'la olamanmi? Men partiyaning oldida turishni xohlayman. Unda mayli. Tushunganingiz uchun rahmat. Keling endi ketaylik. Hozircha unga ishonishim kerakmikan? Kaltakesak? Kaltakesaklar yaxshi qurol ko'nikmalarini qo'llash bilan mashhur. Ularni raqib sifatida qabul qilish unchalik yaxshi emas. Men birinchi bo'lib agroni ushlayman. Men sizga signal berganimda, Sung-yun, SS, bu imkoniyatdan foydalaning. Tushundim. Men ko'p tajribaga ega ovchining bunday narsalarga qanday javob berishini diqqat bilan kuzatishim kerak. Mana buni tatib ko'r. Hozir menga ayta ko'rma. U bu raqibni mag'lub qilyaptimi? Men vaqtinchalik qaytib keldim. Shuning uchun yerda bor yo'g'i 3 kunim bor. Agar biz kaltakesak bilan boshidanoq kurashayotgan bo'lsak, nimaga kelyapsan? Men ham yordam beraman. Yo'q, agar siz to'satdan aralashib qolsangiz, bu juda xavfli bo'ladi. Darhol tezlashtirish.
Ha? Nima bo'lyapti? Men biroz shoshqaloqman. Shuning uchun yordam berdim. Men sizning qanday tushunganingizni so'ramoqchiman. Ha. Men sizning sabablaringiz borligini tushunaman. Ha, unda mayli. Men bu kaltakesaklarni o'ldirishda davom ettirmoqchiman. Maylimi? Ha, albatta, davom etavering. Men hozir oldinda turmoqchiman. Voh! Mana senga o'lib ket. Voy, nimalar bo'lyapti? Bu endi faqat bir tomonlama qirg'in. Sing boshini kesib tashladi. Men haqiqatan ham janjal guvohi bo'lishim mumkin. Ovchilar jamiyatida shov-shuvga sabab bo'ladigan super yangilik haqida. Sehrli tosh. Darajasi D-. Kaltakesakning qalbidan sehrli tosh. Foydalanishga qarab u metallurgiya yoki kimyoda juda foydali bo'ladi. Meni kechirasiz. Yuklarni ko'tarishdan tashqari men boshqa hech qanday yordam bera olmayapman. Agar siz ko'proq foyda olishni istasangiz, aytadigan gapim yo'q. Foyda haqida suhbat. Voy, boshim. Keling, bu haqda tashqarida gaplashaylik. Agar diqqatimizni jamlamasak, xavfli vaziyatga tushib qolishimiz mumkin. Meni kechirasiz, sizga ortiqcha yuk bo'lganim uchun. Men sizni qo'ldan kelgancha himoya qilaman. Kaltakesakning ruhi sindirildi. Malakalik 0.7% ga oshdi. Kaltakesakning ruhi sindirildi. Malakalik 0.7% ga oshdi. Men esnagandek bo'lib, ularni hammasini o'zlashtiraman. Ha, 0.7% ga o'sish. Endi D darajali yirtqich hayvonlar bilan mahoratni oshirish qiyinroq bo'ladi. Biz haqiqatan ham ikkimiz bozxonasining darvozasiga yetib keldik. Oh, bu bozxonasining eshigimi? Men bozga hujum qilish haqida o'ylamagan ham edim. Yo'q, agar biz zindonning yarmini bosib o'tsak, bu katta muvaffaqiyat bo'ladi deb o'ylovdim. Ammo u bilan butun zindonni tozalash mumkin. Endi u holda biz bozxonasiga kiramiz. Siz yaxshimisiz? Men yaxshiman, lekin sizga dam olish kerak emasmi? Ovchi Hang Sung-yun. Yo'q, men ham yaxshiman. Yuring ichkariga kiraylik. Kutilganidek, bu kaltakesaklar shohi. Nima qilmoqchisiz? Biz biroz kutishimiz kerak. Kechirasiz, kuting. Sizda aniq reja yo'qmi? Unchalik emas. Ushbu manga Animanga Hub kanal tomonidan ovozlashtirildi. Reaksiya qoldirishni unutmang. Ovoz berdi Sun.